bo'lmasa, nimaga bachamni urdingiz? Ovsijon, men urmabman. Men ishlarni aytibman, yordam bering dedim, yordam bermadilar. Menga qarang. Men bachamizga yetdim emasmi? Tug'ib katta qilib, keyin buyruq berasiz, ish buyurasiz. Xo'p, men bacham ishingiz bo'lmasin. Zo'r bachangiz bor ekan. Kelin, ha bir choy poy damlab kelinglar hammaga. Boring dadajon, choy damlang. O'zingiz boring. Boring dedim sizga aytaman. Siz menga 2 kun kelib gap qaytaradigan bo'libsizmi? Ha, kelinlar ana shunday bir-birlaringizga solib o'tiringlar. Ey, kelin bitta payt yaxshi eti, o'zi borib etdi. Bular ikkita bo'lib bir-biriga soliq solib ish etmaydigan bo'ldi. Boringlar, choy damlanglar. Madajon. Rahmat kelin. Dadajon, o'g'lingiz bilan onamnikilarga borib kelsak maylimi? Mayli kelin, borib kelavering. Ishlaringizni qilib bering. Mayli. Onangnikiga ketmoqchimisan? Sen borganda men bormayman. Siz ko'zingga ko'rsatma, shpiyon. Dadajon, Ha kelin. o'g'lingiz bilan onamnikiga borib kelay. Hay hozir ovsiningiz ketyapti. Siz uyda o'tirib ovqat qiling. Endi hammalaringiz bir kunda bormaysizlar. Hamma ovqat qilaman. Mana ashadasi yangi kelin kelgan. Ha, bo'ldi qiling, borasiz. Yeringiz qayerda? Molxonada. Mas. Aka javob anasiga ikkita to'g'ri. Ya bitta to'g'ri. Qanday bitta qorni? Qarang. Hey, nima problema, nima problema? Dadamga qarang. Anam ketsin akam ikkita to'g'ri desam bitta deydi. Salla jinni bilmiyor. Abi sarkan-ku, yerkan-ku bu qanday to'g'ri bu? Ey, salla bu yerda sarkani bo'g'oz qisir qiling, ikkita to'g'ri, bitta to'g'ri. U yerda xotinlaring men maynamni yedi. Bir-biriga soliq solib ish ham etmaydi. Ha, ular nima ishimiz olsar edi? Menga qara, ikkovingdan birini ko'chasan. Shunda tinch bo'l. Unda akam ko'chsin ana. Men nimaga ko'chaman? Agar men Rossiyada ishlar qo'yib quray, o'zi ko'chsin. Ammo meros qo'rqman. Dan! Men aytadim bo'ladimi? O't oldim men ikkovingga, o'zim bilaman o'tsanlar. Yo'q, ichdimi yo'q? Menga qaranglar bachalarim. Rohat turar joy majmuasining 2-obyektidan 1 yildan 2 yilgacha bo'lib to'lasha berib o'tirgan ekan. Shunday 3 xonaliga bitta to'lovchan qilib olaman. Mana qarang dada, hay birinchi obyektdan olsangiz bu 3 oyda bitta ekan. Birinchi obyektiga 100% to'lov qilish kerak. 100% da pulim yo'q. Uydagi inakchani sotaman-da, ikkinchi obyektiga boshlang'ich to'lovchasini to'layman-da, shu yerdan 3 xonalik uycha olaman, keyin qutulaman sizlardan. Bizlar Ramunda o'y. Qanday sizlar? Bizlar Hey! To'xta! Senga emas. Meni o'zim olaman. Ana shu katta uyda o'zlaring yashab yuring. Mana qarang undan nima so'qda bizlar olib keldik. Ketsin tortib o'tirolmayapsiz. Hey!